Bir ko'rganda hammani kiygisi keladigan shunaqangi chiroyli bo'lgan futlyar ko'ylagimizni bugun yengini va oldini to'liq modellashtirishni o'rgataman. Bu ko'ylagimizni siz bemalol aynan mana shu fasonda yoki beldan pastini bemalol kengroq fasonlarda ham foydalansangiz bo'ladi. Belidan bo'linmagan fasonlarda ham foydalansangiz bo'ladi. Men buni to'liq modelirovaniyada ko'rsatib o'taman. O'zingizga xohlagan tarzda keyin siz foydalansangiz bo'ladi bu modelirovaniydan. Yenglarini ham xuddi shunday keng trapetsiya ko'ylaklarga qo'yib foydalansangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa beldan pastini trapetsiya yoki boshqa fasonlarga modellashtirishingiz mumkin. Demak, men har doimgidek Maryams metodi bilan tayyorlangan oldi asos andozamdan foydalanyapman. Asos andozamiz byodra chizig'igacha bo'lgani uchun men byodradan pastiga yana qo'shimcha 20 sm qo'shib olyapman. Endi belidan xuddi shunday bo'lib olamiz. Oldin beldan yuqori qismini modellashtiramiz. Beldan yuqori qismida asimetrik modelирование. Shuning uchun men ikkinchi tarafini ham ko'chirib, o'rtasini skochda yopishtirib oldim. Endi birinchi bo'lib ko'krak vitichkalarimizni modellashtirishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa ko'krak markazidan belni relyef vitichkasiga qaratib, xuddi shunaqa perpendikulyar qilib chizib olamiz. Ikki tomondagi ko'krak vitichkalarini modellashtiramiz. Chizib olgan qizil chizig'imiz yordamida birinchi bo'lib belimizni vitichkalarini modellashtirib yopdim va ikkinchi tarafini ham xuddi shunday qilib ko'rib turibsiz, qizil chiziq yordamida modellashtirib oldim va albatta bu yerda ham bel vitichkasini modellashtirdik va xuddi shunaqa holatda sizda ham bo'ladi. Demak, biz bu bilan ko'krak va bel vitichkalarini modellashtirdik. Endi xuddi shunaqa qilib gorizontalniy qilib yonboshda ham chiziqni chizib olamiz. Orasini ochganimizda endi bizda 3 ta skladka shu yerda paydo bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, matoga ochiq holatda bichamiz. Nega deganda asimetrik qurol bo'lgani uchun. Qachonki asimetrik andozalardan foydalanganimizda biz buni buklovda bicha olmaymiz. Mana shunaqa holatda qo'yamiz. Aynan skladka o'rinlarini butun holatda bichamiz va tikish oldidan biz skladkalarni tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turibsiz, birinchi bo'lib aynan o'ng tomondagi skladkalarni yonboshga ketgan gorizontal skladkani yig'amiz. So'ng ikkita yuqoridagi skladkalarni ham albatta xuddi shunaqa holatda taxlab olamiz. Ko'rib turibsiz, juda ham noodatiy tarzda ko'krak vitichka va bel vitichkalarini modellashtirdik. Siz bu modelirovaniyani xohlagan fasoningizda foydalansangiz bo'ladi. Endi biz beldan pastini ham modellashtiramiz. Beldan pastida ham juda ham noodatiy skladkamiz bor. Beldan pastdagi andozamizga xuddi shunaqa perpendikulyar chiziqni chizib olishimiz kerak bo'ladi. Bu chizig'imiz aynan relyef ketgan vitichkamizga tutashishi kerak bo'ladi. Yon tomoni byodra chizig'imizgacha yetib keladi. Shunday qilib chizib oralarini ochishimiz kerak bo'ladi. Orasini 8-9 sm ga ochdim. Bu skladka uchun. Ahamiyat beramiz, skladka faqat bir tarafda. Ikkinchi tarafi bo'lsa to'g'ri bichiladi. Buklovda olganim uchun birinchi andozamni to'g'ri holatida pastki tarafga chizib olaman. Faqat ikkinchi tarafga, ya'ni skladka qilinadigan tarafdagina xuddi shunaqa qilib ochib skladka qilishimiz kerak bo'ladi. Bu skladkalarimiz yuqoridagi beldagi skladkalarimizga birga xuddi shunaqa tutashib ketishi kerak bo'ladi. Ko'ryapsiz, juda ham noodatiy tarzda skladkalar qilingan. Kreativniy skladkalarni tayyorlashimiz uchun xuddi shu men ko'rsatgan texnikalardan foydalansangiz bo'ladi. Agar siz beldan pastini kengroq holatda bichadigan bo'lsangiz, bu skladkalardan foydalanmasangiz ham bo'ladi. Mana biz oldi qismini to'liq modellashtirib oldik. Endi yenglarni ham xuddi shunaqa noodatiy tarzda modellashtirib, tikish texnikalarini ham ko'rsatib beraman. Bu yeng andozamiz uchun oddiy qo'shilgan yeng andozasi kerak bo'ladi. Maryams metodi bilan tayyorlangan qo'shilgan yeng andozasini olyapman. Xuddi shunaqa qilib qizil rangli chiziqda ko'rib turibsizlar, chizib olishimiz kerak bo'ladi. Yeng o'rtasidan 8-9 sm ga ikkinchi tarafga o'tkazib chizamiz. Andozani birinchi qismini yengimizdan, ya'ni tugallangan yeng pastiga qaratib chizib olamiz. Mana shu holatda chizganimizdan so'ng bir tarafdan 8-9 sm o'tkazilgan tomondagi chiziqdagi bo'lagini olamiz va mana shu yengimizni ikkinchi tarafga ham ko'chirib olamiz. Demak, yenglarimiz bir-biriga xuddi shunaqa zapaxovniya bo'lib o'tib turishi kerak. Yeng o'rtasini belgilashni unutmang. Albatta shu holatda chizib olganimizdan so'ng endi mana shu texnikaga yaxshilab ahamiyat berib turasizlar. Qanday qilib men andozamga qizil chizilgan chiziqlarimizni oralarini ochishni o'rganamiz. Aynan mana shu chiziqlarimizni oralarini ochamiz va matoga qarab kengligini belgilashingiz mumkin. Agar yumshoqroq mato bo'lsa bemalol katta kenglikda ochishingiz mumkin. Agar qalinroq mato bo'ladigan bo'lsa, kichikroq razmerga ham ochsangiz bo'ladi. Mana o'rtasini men qirqib oldim va yengni oraliq masofasini 10-15 sm gacha mana ochyapman. Yuqorida aytgandek matoga qarab ochishingiz kerak bo'ladi. Endi matoga xuddi shunaqa qarama-qarshi qilib ikkala andozamizni qo'yib olamiz. Oraliq ochilgan joyini ko'ryapsiz. Mana shu aynan ochirilgan joyi bir-birlariga qaytarib o'tkazishimiz uchun kerak bo'ladi. Qo'yayotgan vaqtingizda albatta strelka bilan ko'rsatib o'tyapman. Markazlarni belgilash esingizdan chiqmasin. 2-3 sm ga bir-birlariga yetkazmagan holatda yoylashtirib ketishimiz kerak bo'ladi. Andozalarni qo'yayotganda ko'ryapsizlar, skladka oralig'ini qo'ydim va yengni aynan pastda tugallangan joyini yoylashtirdim. Mana shu joyi albatta yoylashish kerak bo'ladi. Tikkanimizdan so'ng aynan yoylashgan joyini natsechka qilib yaqin qilib qirqib olamiz va ichki tarafga qaytarib olamiz. Bu yerda yengni 2 qavat olishinglar kerak bo'ladi. Yeng 2 qavat mana shu holatda tikilib oladi. Ikkita tomonini tikdik va mana o'ngiga qaratib
qaytarib oldik. Xuddi shu holatda dazmolni o'rtasini skladka qilamiz. Skladkasini o'rtasini zakrepka qilib qo'ysanglar, mana shunaqa yengni o'rtasida skladkalari qimirlamasdan turadi. Demak, u zakrepka bergan joylar qaytarganinglarda ko'rinmaydi. Demak, ozgina 0,5 sm ga yengni skladka qilganimizda aynan mana shu o'rtasini men yana ko'rsatib o'tyapman. Skladka qilganimizdan keyin bulavka bilan qotirib olamiz va ana shu joyga 0,5 sm zakrepka qilamiz. Mashinani zakrepka qilamiz va mana shu texnikada qaytaramiz. Qaytarganimizda juda ham noodatiy, xuddi shunaqa yenglar tayyor bo'ladi. Demak, biz siz bilan bugun juda ham chiroyli bo'lgan ko'ylakni to'liq modellashtirishni o'rgandik. Bunaqa foydali videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta Maryamsga obuna bo'lishni unutmang. Yaqinlaringizga ham mana shu videoni yuborib qo'ying. Yana bir sizga zo'r sovg'amiz bor. Ramazon oyi kirganligi munosabati bilan sizlarga Maryams akademiyasi tomonidan mutlaqo bepul bo'lgan Umra haj yo'nalishiga darsliklarni tayyorlab qo'yganmiz. Mana shu darsliklarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, albatta plyus qoldiring. Bu darsliklarni maksimal darajada yaqinlaringizga ulashing. U yerda 3 ta katta darslikni sizlar uchun tayyorladik. U yerda namazning ko'ylagi, boni ro'moli va himar ro'mollarini noldan boshlab andozalarini sxema bo'yicha tayyorlab va uni bichib, tikilish sirlarini ochiq ko'rsatib berganmiz. Manfaatli bo'lsin, mazza qilib foydalaning.